Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Xaliqov game emas, Cyrex bu bo'lgan. Bundan oldingi videoda UC shartlarini o'rgatganman, ya'ni Poplans battle boshlanganda men akkauntimga Poplans tashab podishka qilishinglar kerak bo'lardi. Keyin tashishinglarga qarab men sizlarga UC berardim. O'shanda ID vanikni qoldirmadim. Poplans battle boshlanishiga yaqin tashiman dedim. Hozir tashasam sizlar tayyor bo'lib turardingizlar. Xo'p, hozir baribir gapirganim bilan tushunmaysizlar, o'shaning uchun videoni ko'rib o'zingizlar bila olasizlar. Videoni ko'rishdan oldin bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va sizlarga gapim nikimni nimaga o'zgartirganimni videoning oxirida aytib o'taman. Qanunda go. Birinchi bo'lib PUBG kira olamiz. Do'stlar, obuna va like bosmagan bo'lsanglar bosib qo'yinglar. Bosmaganlar uchun yuzi ham yo'q. Sizlarga ishonaman. Sizlar videoni ko'rmasdan oldin obuna va like bosasizlar. Videoning oxirida UC shartlarini yozib qo'yganman. Oxirgacha ko'ringlar. Hop, derazadan pastda do'st qo'shishga bosib, xohlasanglar ID, xohlasanglar nick yozasizlar. ID va nick ko'rinmagan bo'lsa, kommentariyaga o'tsanglar, komment yozib qo'yganman. ID yoki nickni terib, derazaga PP uchun deb yozsanglar, keyin men bu yoqdan derazaga olib qo'yaman. Keyin sizlar deraza tashab bo'lganingdan keyin, men olganimdan keyin belgilab qo'ysanglar, PP battle boshlanganda tars kirib tashab qo'yaverasizlar, onlayn bo'lganimda bo'lmaganimda. Keyin nickni nima almashtirding desanglar, menga yo'qmadi nick. O'shanga Cyrex qo'ydim.